Dunyodagi eng zo'r biznesmen kim? Bilasizmi? U oddiy odamlar nafratlanadigan bambuk ildizlaridan millionlab pul qiladi. Bu odam haqiqiy daho. Hech kimga kerak bo'lmagan bambuk ildizlarini olib, ularni osmonlashtirilgan narxda sotiladigan qimmatbaho buyumlarga aylantiradi. Haqiqatni bilmagan xaridorlar esa ularni sotib olish uchun navbatda turadi. Hatto ba'zilari bir donasi uchun yuzlab dollar to'lashga tayyor. Aslida esa qishloq joylarda bambuk ildizlari haqiqiy balo. Ular yerga chuqur kirib, tez taralib ketadi, dalalarni vayron qiladi, hatto uylarning fundamentlarini ham shikastlaydi, devorlarni yorib yuborishi mumkin. Lekin ayni shu yerda bu aqlli odam imkoniyat topdi. Har kuni ishchilar ulkan bambuk butalarni qazib, qalin va qattiq ildizlarni kesib olishadi. Ushbu g'alati, qing'ir-qiyshiq ildizlar ustaxonaga yuboriladi. Avval ularni yuqori haroratda bug'lashadi. Bunday qilib hid va kirni yo'qotishadi. Keyin ustaning o'tkir pichoqlari yordamida qattiq tashqi qavati asta-sekin olib tashlanadi. Yuzasi silliqlanadi. Polirovkadan keyin ularga tabiiy smola yoki o'simlik moyi surtiladi. Bu yorilishdan himoya qiladi. So'ngra ular maxsus quritish kamerasiga joylanadi va bir necha soat davomida barqaror haroratda pishiriladi. Natijada bir paytlar hech kimga kerak bo'lmagan ildizlardan silliq, qimmatbaho bambuk kosalar paydo bo'ladi. Ko'rmaguncha ishonmaysiz. Endi savol, siz nima deb o'ylaysiz? Bu odam haqiqiy dahomi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.